Assalomu hammaga. Mana bugun Farg'ona Chimyonga keldik. Xudo xolasa bitta akamiz zakaz qildi. Bitta xonadonga ikkita pechka kelib, mana shu oddiy idishdan mana shunday chiroyli tarzda xudo xolasa bitkazib berdik. Inshaalloh mana sinovdan o'tdi. Ha. U yonib bir qator egasiga tekshirib berdik. Xudo xolasa effekti zo'r. Qishda uyatib qo'ymaydi. Mana shu tozalash qoti asbest kelgan joyi. Mana shu oldi ko'rinishi. Bir qator baho beringlar. Oddiy idishlar mana chiroyli tarzda qilsa bo'ladi, xudo xolasa. Bir qator yonlarini ham ko'rsatib qo'ying. Chiroyli qilib oling. Mana shu orqa ko'rinishi. Xudo xolasa bir baho berib qo'yasizlar, kamin pechka inshaalloh bo'ldi. Yoqqan bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Ikkinchi pechkamiz ham